Rossiya Ukrainaning 3 shahriga kuchli zarba berdi. Qurbonlar soni ortmoqda. Rossiya armiyasi kecha 29-iyun kuni Ukrainaning 3 ta yirik shahriga uyushtirilgan hujumlari oqibatida kamida 10 kishi halok bo'ldi, o'nlab odamlar jarohat oldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, zarbalar kun davomida ham davom etgan va qurbonlar soni oshib borgan. Bu haqda mahalliy rasmiylarga tayanib Reuters xabar berdi. Dnepropetrovsk viloyati gubernatori Aleksandr Xanjanning ma'lum qilishicha, Dnepr shahriga berilgan raketa zarbasi oqibatida 6 kishi halok bo'lgan, yana 29 kishi jarohatlangan. Uning so'zlariga ko'ra, hujum natijasida kasalxona, maktab, xususiy uylar va avtomobillarga zarar yetgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya raketa zarbasi shahar infratuzilmasini nishonga olganligini bildirdi. Rossiya Dneprga infratuzilmani nishonga olgan holda raketa zarbasini berdi deb yozgan Zelenskiy X ijtimoiy tarmoqda. U qutqaruv ishlari davom etayotganligini ta'kidlab, Yevropa o'zining ballistik raketalarga qarshi mudofaa tizimlari va raketalarini rivojlantirishni jadallashtirilishi zarurligini qayd etgan. Kechki video murojaatda esa Ukraina rahbari barcha hujumlarga javob qaytarilishini aytgan. Biz buni avvalo Rossiya davlat tizimi va uning urushni cho'zish imkoniyatlariga ta'sir qilishi uchun amalga oshirmoqdamiz, degan Zelenskiy. Shuningdek, Zaporojye shahrida Rossiya droni mikroavtobusga zarba berishi oqibatida 2 erkak va 1 ayol halok bo'lgan. Yana 8 kishi, jumladan 7 yoshli bola jarohat olgan. Keyinroq yana bir dron avtobus yaqinida portlashi natijasida 7 kishi, jumladan 2 nafar bola jarohatlangan. Odamlar urushni yanada ko'proq his qilyapti. Bundan tashqari nima deyish mumkin? Bu terrorizm, boshqa hech narsa emas, degan hujumda turmush o'rtog'ini yo'qotgan 58 yoshli Svetlana Kamarova Reuters agentligiga bergan intervyusida. Qayd etilishicha, Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Xarkovda ham boshqariluvchi aviabomba 23 yoshli ayolning hayotiga zomin bo'lgan. Yana 10 kishi jarohat olgan. Shahar meri Igor Terexovning ma'lum qilishicha, hujum oqibatida tramvay va 15 dan ortiq avtomobilga zarar yetgan. Eron AQSh bilan muzokaralarni bekor qildi. Ziddiyat yangi bosqichga o'tdimi? 28-iyun kuni Eron AQSh bilan rejalashtirilgan texnik muzokaralarni bekor qildi. Bu haqda Eron oliy rahbari devonining sobiq a'zosi Habibullo Fazoli ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, muzokaralarning bekor qilinishiga 2 omil sabab bo'lgan. Birinchisi, AQSh va Eron o'rtasida so'nggi kunlarda yuz bergan o'zaro harbiy zarbalar bo'lsa, ikkinchisi Tehron tomonidan ilgari surilgan ayrim shartlar, jumladan muzlatib qo'yilgan mablag'larni qaytarish masalasining hal etilmaganidir. So'nggi kunlarda AQSh Eronni Hormuz bo'g'ozida bir nechta kemaga hujum uyushtirganlikda ayblab, mamlakat hududlariga zarbalar bergan. Tehron esa bunga javoban Yaqin Sharqdagi AQSh harbiy bazalariga hujum qilgan. Shu bilan birga Axios nashrining xabarlariga ko'ra, AQSh va Eron o'zaro hujumlarni to'xtatishga kelishib olgan. Manbalarga ko'ra, tomonlar 30-iyun kuni Qatar poytaxti Dohada uchrashib, Hormuz bo'g'ozidagi kemalar qatnovi bilan bog'liq nizoni muhokama qilishni rejalashtirmoqda. Siz bilan muhim xabarlar 24 bo'ldi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.